Inson qayerda yashamasin, shovqin suronli shahardami yoki sokin qishloqdami, uning qalbi doim osoyishtalik qo'msaydi. Har bir makonda ko'ngilga yaqin, shunchaki tomosha qilib rohatlanadigan bir go'shani topish mumkin. Men yurtimizning ko'plab go'zal go'shalarida bo'lganman. Bir necha kunlik sayohatga chiqamanmi yoki qisqa safargami, qadamim yetgan har bir joyda tabiatning ana shunday yashirin mo'jizalariga duch kelaman. Balki bu his faqat menga xosdir, balki boshqalar ham buni his qilar. Axir insonlarning qiziqishlari turlicha. Kimdir yon atrofdagi go'zallikni payqamas, kimdir sezsa-da, nigohi va qarashlari bo'lakchaligi sabab bunga ortiqcha e'tibor bermas. Ammo men uchun har bir lahza bebaho. Mana, bugun ham odatdagidek yo'lga chiqdim. Yashash joyimga yaqin, yuragimga yaqin bo'lgan o'sha qadrdon maskan sari odimlayapman. Qo'limda esa tasodifan duch kelgan, mutolaa zavqini kutayotgan bir kitob. Maqsadim ushbu kitob sahifalaridan aynan o'sha sehrli maskanda varaqlash. Va nihoyat yetib keldim. Bu yerda baland daraxtlar yo'q. Ko'z yetguncha yastangan keng tepaliklar va dalalar. Bahorning so'nggi kunlari bo'lgani uchun yam-yashil maysalar sarg'ayib, oltin tusga kira boshlagan. Atrofga boqib, quyosh botishini kuzataman. Shom vaqti yaqinlashgan sayin botayotgan quyoshning zarrin nurlari sarg'aygan o't o'lanlar uzra aks etib, borliqni yana ham iliq, mayin va jozibador ranglarga bo'yaydi. Bu go'zallik ichra kechgan keng dalalarning erkin qushlari mana shu bepoyonlik bo'ylab sayrab yuradi. Ularning chiroyli va betartib navolari sokin havoda aks sado berib, go'yoki borliqqa o'zgacha bir jon bag'ishlaydi. Tepalik bag'ridan oqib o'tuvchi katta ariqdagi tiniq suv esa quyoshning so'nggi nurlarini o'zida aks ettirib, xuddi erigan kumushdek yaltiraydi. Suvning mayin shildirashi, dala qushlarining erkin xonishi va quyoshning sokin xayrlashuvi kitob varaqlash va uni o'qish juda maroqli. Aynan shu sababli ham har gal kun botar mahali bu yerga shoshilaman. Tabiat va kitob og'ushida qalbimga taskin topishga harakat qilaman. Ko'ngil. U vaqtlar endigina 1-sinfga qatnay boshlagan edim. Bolaligimda aqlim yetmagan ko'p narsalarni vaqt o'tgan sayin chuqurroq his qilaman. Uyimizda otamning kichik singlisi Moxinisa opam to'g'risida ko'p gap bo'lardi. Oyim doim "U senga amma bo'ladi" deb urishardi. Lekin men amma desam, go'yo Moxinisa opamdan uzoqlashib qolayotgandek opalashni qo'ymasdim. Men uni juda yaxshi ko'rardim. U ham meni o'zi bilan birga olib yurishni yoqtirar. Bola ko'nglim nimani tusasa, birpasda muhayyo qilardi. Bizning uyimiz qishloqning chetida. Opamlarniki esa markazda, maktabning yonginasida edi. Maktabga o'tganda ham, qaytganda ham ularnikiga kirib chiqardim. Opamlarning hovlisidagi g'uj-g'uj hosil qiladigan 2 to'p behi mevasining yarmini men tugatardim desam, lof bo'lmaydi. Pochcham Mahkam aka shofyor bo'lib ishlardi. U sira meni zeriktirmas, mashinasida har joylarga sayrga olib borardi. Hali aytganimdek, opam haqidagi suhbatni ko'pincha oyim boshlardi. Bormagan mulla eshoni, ko'rsatmagan tabiiy bu bahssi qolmadi. Qiyin bo'ldi Moxinisaga.
umri bekor o'tyapti. 8 yil aytishga oson. Derdi-da, keyin meni endi ko'rayotgandek urishardi. Bor o'yiningni o'yna. Kattalarning gapiga quloq solishni senga kim qo'yibdi? Men sal nari ketsam-da, baribir opam haqidagi suhbatni yashirincha eshitib o'tirardim. Falon joyda yangi baxshi chiqibdi. Oyim hamon davom etardi. Bir borib uchrashsa bo'larmidi? Juda ilmi o'tkir deyishyapti. 1-2 dardiga davo istab borganlar shifo topib, baxtlari ochilib ketibdi. Mohinisoni ham aziz avliyolar peshonasini silab, qo'llab yuborishsa ajab emas. Necha avliyo mozorlarida iz chiqardim. Oqmozor buvada rasm-rusumini qilib xo'roz so'ydik. Poshsha Pirim ziyoratida qo'y so'yib qon chiqardik. Zora bunisi. Bunday kezlarda otam uzoq sukutga cho'mar. Ko'zlari atrofini, peshonalarini ajin qoplardi. Otamning g'amgin qiyofasidan oyimning gaplari shunchalik yomonmikan deb o'ylardim. Bola bo'lsam-da, gap Mohnisa opamning oyim aytganidek tirnoqqa zor bo'lib o'tayotgani va uning farzand ko'rishni faqat o'zigina emas, barcha qavm qarindoshlarimiz istayotganini tushunardim. Baribir bola edim-da. O'sha kuniyoq eshitganlarimni opamga oqizmay-tomizmay yetkazdim. Yangi baxshi yordam berar debman. Opam gaplaridan rosa yig'ladi. Tushdan keyin dalaga ham bormadi. Men katta ayb qilganimni bilib, ularnikidan ketib qoldim. Kechga tomon borsam, opam hamon yig'lab yotardi. Bir kuni opam biznikiga yig'lab keldi. Keyin bilishimcha, o'sha kuni mahkam pochcham bir o'tirishda kimdandir farzandsizligi haqida qochirga gap eshitib, alamidan opam bilan tortishib qolibdi. Shu sabab bo'ldimi yoki hammasini oldindan mo'ljallashib yurishgan ekanmi? O'sha kuniyoq uyimizga qarindoshlarimiz, to'g'rirog'i otamning urug'lari yig'ilishib, uzoq maslahat qilishdi. Gulday umringni xazon qilib o'tiraverasanmi birovning eshigida, deb gap boshladi katta ammam. Gap shu, undan chiqasan. Baxtlaringni boshqa sinab ko'ringlar. Sizlarning yo'llaringizni nimadir bog'lab qo'ygan. Baxshilar ham shunday deyapti, dedi keksa momom yumshoq qilib. Urush janjalsiz, kelishib, yaxshilikcha ajrasasizlar. O'lganim yaxshi edi bu kunlardan, dedi opam sekin yig'i aralash. Noumid shayton, Xudoyimning marhamati ulug', uni ovutdi ko'ngli bo'sh kichik ammam. O'zi ham ko'z yoshi qilganicha, ey Parvardigor, mehringni daraxt tutmay shu bechoraga ham ko'p qatori ol qulim deb bitta farzand ato qilsang bo'lmasmidi? Xullas opam biznikiga ota hovlisiga ko'chib keldi. Opam juda ko'p yig'lar, ammo buni hech kimga sezdirmasdi. Shunday paytlarda oldiga borib qolsam, u meni ko'rib yig'idan to'xtar va menga har xil ertaklar aytib berar. Shunday qilib, ular murod maqsadlariga yetibdi degan so'zlarni aytayotganda ko'zlari yana namlanardi. Endi opamning eski uylariga oyimning yomon bo'ladi, u yoqqa kirmagin deganiga amal qilib kirmasdim. Lekin ba'zan mahkam pochcham qo'yardi qo'ymay, uylariga olib kirar. Men yaxshi ko'radigan bexilar bilan jildimni to'latgach, opangning ahvoli qalay deb so'rardi. Hech kimga bildirmay yig'lagan, derdim rostini aytib. Mendan salom degin, mahkam pochcham g'amgin bo'lib qolardi. Yana kiribsan-da, necha marta aytaman senga. Oyim bexilarni ko'rib urishardi. Hadeb birovnikiga kiraverish uyat bo'ladi. Mahkam pochcham birov emas, derdim yig'lagudek bo'lib. Opam gaplarimdan ma'yuslanardi. Yolg'iz qolganimizda mahkam pochchamning salomini aytardim. U faqat shu gaplarimdangina xursand bo'lar va yana so'rasa, mendan ham salom degin, derdi biroz ko'ngli yorishib. Opamning biznikiga kelganiga bir oycha bo'lganda to'y bo'ldi. Uni qo'shni qishloqqa uzatib yuborishdi. Endi u qishlog'imizga kam kelar. Shunda ham sira ko'chaga chiqmas. Qaytib ketayotganida esa u yoqqa oyog'i tortmayotgani bilinib turar. Ba'zan ozgina ko'z yosh ham qilib olardi. Opamning hozirgi yerini hamma yomon derdi. Oyim ham, boshqa qarindoshlarimiz ham.
ammo u hech qachon zorlanmasdi. Bir gal opamga ergashdim. So'qmoq oralab boryapmiz. Ularning qishlog'iga 3 chaqirimcha kelar. Yo'lning ikki tomoni o'siq jo'xorizor edi. Bir vaqt ro'paramizdagi jo'xorizor shitirlab kimdir ko'rindi. Voy o'lmasam deb yubordi opam. Qarshimizda mahkam pochcham turardi. "Oxiniso", dedi opamga yaqin kelib. Menga birinchi marta parvo qilmasdan. Ortiq chiday olmayman. Opam ro'moli bilan yuzlarini yashirdi. Nimaga chiday olmas ekan? Hayron bo'lganimcha mahkam pochchamga qaradim. Uning ko'zlari qizargan, yuzlari shiddatli edi. Opam yerga qaragancha indamay turardi. "Hammasini unutibsiz-da?" Yo'q, unutganim yo'q. Asti bosh ko'tarib pichirladi opam. Bo'lmasa, mahkam pochcham menga bir qarab oldi-da, opamga yaqin borib nimadir dedi. "Qayerga?" Opamning ovozi mahayvali eshitildi. "Uzoqqa, bu yerlardan juda uzoqqa. Hozir keta olmayman. Keyin bo'lsa mayli." Opam yuzlarini to'sib turgan ro'molini qayirib, mahkam pochchamga pichirlab nimadir dedi. Mahkam pochchamning yuzlari tundlashdi va qanday tez paydo bo'lgan bo'lsa, shu ko'yi jo'xorizorga singib ketdi. Opam ko'zlarida yosh qalqigancha qoldi. Uni ko'rganimizni hech kimga aytmagin, xo'pmi deb yalindi o'ziga kelgach. "Aytmaysan-a?" "Hech qachon, hech kimga. Agar aytsam xudo..." Men qasam icha boshladim. Qo'y, qasam ichma." Opam kafti bilan og'zimni to'sdi. "Senga ishonaman." Keyin yo'l-yo'lakay o'ziga o'zi gapirgandek shunday deb bordi. "Keta ketguncha tekis, ravon yo'l bo'lsa-yu, u quyosh botayotgan makonga tutashib ketsa, shu yo'ldan ufqqa qarab bosh qo'yayotgan quyoshni quvlab ketaversang, quyosh ham botishga ulgurmasa, sen ham charchamasang, oldindagi qizarib tovlanayotgan ufq, qip-qizil nurli yo'l, ortingga sira qaramasang, senga hech kim xalaqit bermasa." Bu gaplardan hech narsa anglamadim. Opam farzand ko'rdi. Qarindosh ulug'larimiz o'zlarida yo'q shod edilar. Hammasi karomatini darig' tutmagan Xudoga shukr qilishardi. Opam ham bir qadar xursand ko'rinar, ammo uning shodligi o'zi uchun emas, go'yo qarindoshlarimizning ko'ngli uchun zo'rma-zo'rakidek tuyulardi menga. Shu voqeadan bir hafta o'tgach, mahkam pochcham mashinasida avariyaga uchradi. Qishlog'imizga bu xabar tarqalganida, opam endigina tug'ruqxonadan chiqib biznikiga kelgan edi. U chaqalog'ini oyimga tashladi-yu, apil-tapil kasalxona tomon yugurdi. Men unga ergashdim. Palataga kirganimizda ustiga oq choyshab yopilgan. Mahkam pochcham boshini u yoq bu yoqqa tashlaganicha "Mo'xiniso" deb alahsirardi. "Mana men keldim, ko'zingizni oching", dedi opam yig'lamsirab. "Keldingmi?" dedi mahkam pochcham ko'zlarini ochib, so'ngra majolsiz kaftiga opamning ko'zlarini olib, yuz-ko'zlariga surtdi. Ko'zlaridan yosh tarqadi. O'pkasi to'lib bir so'z deya olmay qoldi. Doktorlar opamni olib chiqib keta boshlashdi. Men opamning qo'lidan ushlab olgandim. To'satdan palata eshigi taraqlab ochilib, ostonada rangi quv uchgan yangi pochcham paydo bo'ldi. Uning ko'zlari olayib ketgan, vajohati qo'rqinchli edi. "Nomahram", deb baqirdi opamga. "O'z javobing o'zing bilan. Akangnikidan qaytib kelma." Opam bir so'z demay o'tib ketdi. U meni yetaklagancha unsiz yig'lab borar. Men ham ko'nglim to'lib unga qo'shilishib yig'lardim. O'sha kuni kechqurun mahkam pochchamning joni uzildi. Opam uvvos solgancha yuz ko'zini yulib yig'ladi. Bolasiga ham qaramay qo'ydi. Opam shu bo'yi qaytib ernikiga bormadi. U endi sira ochilib gapirmas. Menga ertaklar ham aytib bermas edi. Chaqalog'iga Mahkam deb ism qo'ygandi. Ko'p vaqt o'sha bilan ovora bo'lardi. Oradan 1 yil o'tgach, opam to'satdan vafot etdi. Azaga kelgan xotinlar yig'i-sig'i qilib bo'lgach, bir-birlariga qarab, "Nimasini aytasiz? Ko'ngil ishi qiyin ekan", der edilar.